Bismillah, assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Xudo xolasa yana ish jarayonlaridan ozgina video obzor qilib qo'ymoqchi edim. Xudo xolasa ishlarimiz tayyorlanyapti, bu yerda akfa. Ishlarimiz, zakaslarimiz tayyor bo'lyapti, xudo xolasa. Bu yerda xudo xolasa yangi zakaslarimizni orgi xonalari bo'lyapti ishlar. Mana hozir kiraska ishlaridamiz. High-tech fasonda chokkodan bo'lyapti. Bu yerda xuddi shuni tok jinsisidan, mokriydan bo'lyapti. High-tech buni. Eshiklari ham. Xudo xolasa mana zamoylarimiz hammasi original turistik zamoylardan, mana hammasi. Xudo xolasa qo'yayotgan zakaslarimizga bemalol ko'rishinglar mumkin. Kiraska ishlar davom etyapti bu yerda. Bu yerda mana mokrisidan bor. Bu yerda mana eshiklarimiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat etishlar mumkin. Xudo xolasa chiroyli qilib, o'lchab, hisoblab, sifatini ham, pulini ham xudo xolasa yoqadigan qilib olib borib, chiroyli qilib o'rnatib beramiz, xudo xolasa.